Soğuk bilezik. Nahayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende İslam çakarlar grupsi tayyorlagan hicret tarixlaridan Soğuk bilezik degan eserini anlatışını başlaymiz. Soğuk bilezik. Endi aldımızdaki chigirdan qandaq o'timiz, buni bilmaydik. Biz xeyli uzun chigirani kuzatgandan keyin o'zaro maslahat qilishga boshladik. Bu chigiraning atrofi tog'liq bo'lib, atrofda ko'p harbiy gazarmalar bor edi. Chigirning o'ng va so'l tarafi simtor bilan qo'rishalgan. Birdan-bir amal chigirdan mengib o'tish edi. Biz to'rtimiz maslahatlashib, kechida chigirdan mengib o'tishga plan tuzdik. Ondan yondagi taqqa chiqib, toki kech soat 12 bo'lg'ich saqlab, soat 12da chigirga qarab mangdik. Chigir atrofi nihoyat jimjit edi. Mashinalarni tekshirib o'tkazadigan o'rinda faqat bir tal chiroq yiniqliq turardi. Bu yer go'yoki yo'l bo'yi joylashgan mayqachilash punktiga o'xshaydi. Biz chigir o'ylari joylashgan maydonning biz tarafdagi beshiga keldik. Bu yo'lning so'l tarafida bir kichik eriqchi bor ekan. Bu eriqchidan yomg'ir suvi oqadigan o'xshaydi. Eriqchida ozroq suvmi bor edi. Men hamrohlarimga, birodarlar, sizlar bu yerda meni kuzatib turinglar. Men bu eriqchi bilan o'milab chigirdan u tarafga o'tay. Men salomat o'tib bo'lgandan keyin ondan yana beringlar. Umi o'tib bo'lgandan keyin yana birsi o'tsin. Birdan o'tayli. Agar men tutilib qolsam, sizlar keyninglarga yinib taqqa chiqib olinglar, dedim. Biz shuningga kelishdik. Shuning bilan men o'tish uchun mangdim. Men eriqchidan o'milgan holda olg'a ilgirladim. Men shu o'milganimcha oxirgi nuqtaga kelganda eriqchi tugab qoldi. Chunki bu joy cho'ng yo'ldan chegara tekshirish o'rniga kirish eg'iz ekan. Bu tarafga o'tishga qat'iy amal bo'lmadi. Qanday qilish kerak? Ozroq o'ylangandan keyin bu atrofning qorong'uligidan foydalanib, tavakkul qilish qaroriga keldim. Balki meni hech kim ko'rmasligi mumkin deb o'yladim-da, eriqchidan chiqib nihoyat tez oldi tarafga qarab yugurdim. To'lim afsus, atrofda nurg'un chiroqlar yinib, g'at-g'at qilib, signallar chiqarib ketdi. Men davomli oldimga qarab yugurdim. Ular o'q atdi. Balkim 3 pay yoki uningdanmi ko'p. Bu jiddiychilikda aniq bilmadim. Men xuddi kinolardagidek yerga yiqildim. Chegara qaravullari meni qorshab tutdi. Turmudoshlar bilan mana shunday hikoya so'zlashib 6 kunni o'tkazdik. Payshanba kuni tushdan keyin "At sotga borsizlar" deb tarjimon kepti. Bizmi shunga tayyorlik qilib kech qildik. At etiganda bizni o'tganda tekshirgan yerga olib, bizdan boshqa hamma odamni oldingi qitim tekshirgandek tekshirdi. Allohga hamdlar bo'lsin-ki, bizning ishtinimizni soldirmadi. Biz oldingi qitimlikdek bog'lanib sotga keldik. Sot maydonida bizni kichikroq ayrim qafasli qumga solab qo'yishdi. Bu yerda faqat uchimizli bor edik. Tush bo'lay deganda heliq musulmonlar tahorat oldiganga suv va yeydigan tomoq hamda joy namoz ekapti. Demak, Alloh bizning barcha qiyinchiliklarimizni endi ko'tarib o'tgan edi. Biz xotirjam namoz o'qib, tomoqni yeb sotni saqildik. Ammo bizni sotga chaqirmadi. Kechdi qaytadiğanda biz balkim xeyli uzun vaqtgacha mushundaq har juma sotga kelishimizning mumkinligini, ammo masjiddan bizning qutulishimiz uchun advokat taklif qilib, yo'l mengayotganligini bildik. U musulmonlar ko'p tomoqlarni ekapti. Biz bu kishilardan qattiq mamnun bo'lgan holda turmaga qaytdik. Kechdimi turmada bizni tekshirmadi. Endi bizning tekshirilish va tomoq masalasimiz hal bo'lgan edi. Ammo bizni qichqoq bekli ig'irlashib ketdi. Biz bu shanba, yakshanba kunlarini turmada boshqa ishlar bilan o'tkazdik. Biz amal topalsak boshqa yotoqqa olmishayli deb izdandik. Dushanba atigan yana turma saqchilari bilan turma boshliq kirib jinoyatchilarga so'z qildi. Biz gapitugiga saqlab turib, ondan gap qilayli deyishib tursak, boshliq kafir gapining oxirida bizni bugun tushda boshqa yerga yutkab qo'ydiganligini uqtirdi. Endi nagmi boramiz deb andisha va g'am bilan tush bo'lishni kutdik. Tushdan keyin bo'lganda tarjimon keldi. Sizlarni alohida rayonga yutkaydi ekan. U yer bek yaxshi. Ichida telefon bor. Tomoqni o'zi etib yeydi. Texi har bir odam bir yotoqda o'zi yolg'iz turdi. Ichida televizor bor deb danglab ketdi. Biz bu shu gaplar rasmidi deb o'ylashdik. Qarong'i tushganda bizni heliq turmi hovlisidagi oqtamliq qo'roq elib keldi. Tova, bu yer rasmli bir xizmat o'rni o'xshaydi. Bizni akirib kichik bir uyga solab qo'yishdi.
Bu uyda ya su, ya o'birni yo'q edi. Yotoq bekmi kichik, 3 odam yetishga qiyin edi. Biz o'ltirib uxlashga majbur bo'ldik. Kechi bekmi uzun edi. Tarat qistab bearam qilyotdi. Bo'libmi cho'ng tarat. Bugun kecha yotoq gaz bilan to'ldi. Nima amal? Bir-birimizga nimishqimi biz olmishimiz degandimiz deb ketdik. Ammo biz yana aldirab qolgan edik. Atsi nim bo'lishini bilmaydik. Bomdod namozini tayammum qilib o'qib bo'lib tursak, olam endi yo'rishiga yotoq ishkini ichib, sirtqa chiqib turinglar dedi. Biz yotoqni tozalaymiz dedik va yotoqni tozalab o'tib, biz bundan keyin bu yotoqda turamdiq desak, ha dedi. Va uchimizga suv oldigan kichikroq bir chelak va tarat qildiganga kichik 3 tal tishini berdi. Biz turmining bu kichik hovlisiga chiqqandan keyin atrofni kuzatdik. Bu hovlining ichida 2 hovli bo'lib, biri biz turgan hovli edi. Bu hovli bo'lsa, yana bir hovlining kamirdagi odamlarning narsalarini qo'ydigan iskilat ekan. Yana bir hovli bo'lsa, alayda jinoyatchilar yotadigan kamirlar ekan. Bularning kamirlarining ishki taqalmaydi ekan. Rost degandek bu yotoqlar bek nochi edi. Balkim kichik mehmonxona desakmi bo'ladi. Bu yerda 4 kamir bo'lib, birinchi yotoqdagi kishi birmi davlatining poytaxtidagi Yangol mehmonxonasining xo'jayini Ali musulmon edi. Ikkinchi yotoqdagi kishi Budda dini raisi bosh rohib edi. Uchinchi yotoqdagi bo'lsa, u cho'ng bir amaldor ekan. Bu aniq ismi qolmabdi. To'rtinchi yotoqdagining kimligini bilamsiz? Bu yotoqdagilar sotga ketib ekan, shunga odam yo'q edi. Bizga heliqi Ali degan odam alayda ko'inib, o'zining narsa kerak iskilatini ko'rsatib qo'ydi va xohlagancha narsalarni ilib yangla dedi. Bu iskilat kichik bir talla bozori o'xshaydi. Tova, bu turmimi deb qoldik. Tex cho'ng hovlida tik-tak to'p va basketbol bor edi. Texim obdan yeri maxsus namoz o'qib, Qur'on o'qiydigan o'rinmi bor ekan. Bu yerni mundaq aytganda kichik mahalla uylari deyishga bo'ladi. Bu hovliga sirtdan boshqalar kirolmaydi, lekin ichidagilar sirtga chiqa oladi ekan. Bizni sot ichib bo'lguncha sirtga chiqmaysizlar dedi. Kech bo'ldi. Ular bizni kichik yotoqqa shom namozini o'qib bo'lgandan keyin solab bomdod namozidan keyinla sirtga chiqarib o'tdi. Ertasi saharda biz sirtga chiqqandan keyin yuyinayli deb ko'lchak iniga kelsak, odamlar yuyinib o'tibdi. Aran 2 odam, chunki bu rayonda hech narsaga cheklimi yo'q edi. Tova, bu yuyinayotganlarning kimligini bilamsiz? Men ko'zlarimga ishonmay qoldim. Uyg'ur. Ular Uyg'ur edi. Ular meni ko'rib bakmi xushal bo'ldimi? Ismimni chaqirib ketdi. Yenimizga nihoyat xushal hulpit keldi. Biz birdan paranglashib, yotoqda kim bor? Sizlar qancha odam? Kimlar deganlarni so'rashib, hammamiz bir yerga yig'ildik. Alloh shukri, endi biz bir jamoat bo'lgan edik. Men sabdoshlarimizni oxir topgan edim. Endi ko'nglim azroq xotirjam bo'lgan edi. Qashki turmi bo'lsinmi? Biz oltimiz mana bu hovlida jam bo'ldik. Oldi bilan men bularni sizga tanishtiray. 2 kishi men bilan 3-qitimni hijrat qilgan qarindoshlarim. Bu hovlida uchrashgan 3 qarindishim bo'lsa, mening 2-qitimga hijratda birga hijrat qilgan 3 qarindoshlarim bo'lib, agar Alloh xolisa, bularning menga deb bergan o'zlarining iymon va hijrat tarixini bu asarning 3-bo'limida anglagan bo'yicha so'zlab beraman. Amaliyotda bularning Alloh yo'lida tartgan musibatlari, to'lagan badallari meningkidan nechasi ko'p ekan. Biz bo'lgan ishlarni qisqa qilib deyishgandan keyin o'zaro mungdashdik. Bularning yatqi bekmi noch ekan. Ularga texi sotdan hukm kelmabdi. Ular har 15 kunda bir sotga chiqilgan bo'lib, turmaga kelganda bu hovliga akirib ekan. Keyin heliqi Ali musulmon yordam qilib, barliq chiqimlarini o'z ustiga olibdi. Biz bular bilan birer hafta paranglashib, bu jarayonda bir qitim sotqimi berib keldik. Sot oldingi qitimnikiga o'xshash bo'ldi. Bir kun ballar deyishdi. Biz har kun bir suhbat o'rinlashtiraylik. Andın biz altımız məsləhətlişib tushdan burun bir-birlab o'zimizning tarixini, tushdan keyin diniy da'vat va Qur'on dars qilishga birlikka keldik. Aramızda bir qari bola bor edi. U Qur'on dars berishga mas'ul bo'ldi. Yoshqi cho'ngroq akamiz bizga o'zining bilishcha tavhid darsini so'zlab beradigan bo'ldi. Keyin boshqa hammamiz o'zining iymon va hijrat tarixini so'zlaydigan bo'ldik. Tarix so'zlashda Obul Qosimning talab qilishi bilan oldida men boshlab hiliqi 2-hijratda tutilgan degan yerdan boshlab so'zlab berishga taklif qilindim. Boshqa bolalarmi to'g'ri qandoq bo'ldi, silini tutib olgan edi deyishdi. Men bo'ladi, undaqda atidan boshlab so'zlab beray dedim. Chunki bugun peshin namoziga oz qolgan edi. Biz birlikda hammamiz jamoat bo'lib namoz o'qidik. Peshin namozdan keyin cho'ng akamiz qalblarimizga zodi yezib olmasak bo'lmaydigan mana bu shirin so'zlarni hasal aralash ig'izdan to'kishga boshladi. Aziz qarindoshlar, uzundan beri yaxshi turdinglarmi? Biz bo'lsak mehribon Allohning rahmati va mag'firati bilan salomat turibmiz. Har vaqt, har doim mehribon Alloh bizlar bilan birga
butun dunyo kofirlari bizlarga suiqasd qilishni o'ylaydi va hozirgacha qo'ldan kelgan barliq suiqasdlarni qilyotidi. Lekin shuni unutib qolmasligimiz kerakki, kofirlar faqat mehribon Allohning iroda qilganidan boshqa hech qanday ziyon zahmat yetkazolmaydi. Mehribon Alloh bizlarga saqlashda va yordam qilishda o'zi xohlaganini qiladi. Hozir bizning birdan-bir qiladigan ishimiz duo va sabr. To'g'ri qarindoshlar, bizning hammamizning qalbi sunuq, qon yig'layotimiz. Balkim uzun yetiverganligimiz uchun hargizmi qayg'urishga bo'lmaydi. Balki biz bu zindonlarda turayotganlarimiz mehribon Allohning nazarida eng yaxshi bo'lishimiz mumkin. Lekin aziz birodarlarimga demoqchi bo'lganim, bu zindon yetiversak to'g'ri demoqchi emas. To'g'ri, har inson o'z qalbida nima uchun yetiveramiz, nimishqa buncha musibat kelaverdi deb o'ylashi mumkin. Lekin bu sinoq olamlarning parvardigori faqat va faqat bir Alloh tarafdan bizlarga va dinimizni ching tutib manaman degan haqiqiy mu'minlarga berilgan sinoqdir. Mehribon Alloh bu sinoqni hamma bandalarga bermaydi, faqat o'zi yaxshi ko'rgan bandalarga berdi. Buyuk Alloh o'zining ulug' hikmati bilan eng go'zal inson Yusuf alayhisalomni ham zindonlarga tashlab yetishtirgan. Yusuf alayhisalomning zindondan chiqadiganida turmudosh do'stlariga qilgan bu so'zlarini sizlarga eslataman. Turma tiriklarning qabrisi, qayg'u hasrat jamgohi, do'stlar uchun tajriba va o'zini tunish o'rnidir. Turma gunohkorlar uchun pushaymon makonidir. Do'stlarimiz turmaning ig'ir kishanlari ostida ruhlarini quvvatlab tavlaydi va bu makonda pishib yetildi. Ammo bu yerda mangu turib qilishi notayin. Jinim qarindoshlar, biz hammamiz birlikda sabr qilaylik. O'zaro inoq ittifoq o'taylik. O'zaro jinim qarindishim deb o'taylik. O'zaro yaxshi ko'rishaylik. Lekin shuni qisqacha aytib qo'yayki, sen kim, men kim deydigan, sen nalik, men bu yerlik deydigan gapni unutib ketaylik. Biz millatchi emasmiz. Biz Alloh uchun bir ish qiladi ekanmiz. Sen buni qiladi ekansan, men ma'ni qilaman deydigan o'zaro dushmanlik qilmaylik. Uzundan beri bizni ko'p seg'indinglar, bizni asladinglar. Alloh sizlarni unutmadi, ham unutmaydi. Lekin biz qarindoshlarimizni yordamsiz tashlab qo'ydik. Mehribon Alloh bizlarning sizlarni oldinglarda xatoligimiz bo'lsa, Alloh o'z rahmati bilan kechirib etsin. Amin. Sizlarmi kechirib etgaysizlar. Oxirda deydiganim, islomni biz oliy qilolmasligimiz mumkin. Lekin biz islomni oliy qilish uchun kurash qilishga buyurildik. Shunga biz islomni oliy qilish uchun bir kishilik majburiyatimizni ado qilishimiz kerak. Biz Turkistonni ozod qilolmasligimiz mumkin. Lekin Turkistonda musulmonlar zolim Xitoy tarafidan azob chekayotganlik uchun o'zimizning diniy mas'uliyatini ado qilib, Turkiston musulmonlarini ozod qilish uchun qila oladiganlarimizning hammani islomga to'g'ri bo'lgan usulda qilishga tirishishimiz kerak. Bizning maqsadimiz faqat Uyg'urlarni zulmdan qutqizish emas, balkim islom ummatining bir partisi bo'lgan Uyg'ur musulmon bo'lganlik uchun zulmdan qutuldirish va o'zimizdagi iqtidorni sarf qilishimiz kerak. Bizdagi tirishchanlik va kurash Uyg'urlarni qutuldirish yoki Turkistonni ozod qilish bilan to'xtab qolmaydi. Balki Allohning barcha buyruqlariga toqatning yetishicha itoat qilish bilan bo'ladi inshaalloh. Shunga biz hozir eng cho'ng qurol yanili sabrni lozim tutishimiz kerak. Sabr, sabr, sabrning ustiga sabr. U qarindishimizdan qilgan tatliq so'zlaridan esimda va qalbimda qolgani faqatli bu. U gaplarni tugatdi. Hammamiz bir xil ruhliq, texmi irodalik bo'lib qolgan edik. Keyin hammamiz Qur'on darsi bilan mashg'ul bo'ldik. Kechda biz oltimiz o'z yotoqlarimizga kirib ketdik. Atis etigan tarix so'zlash menga kelgan edi. Men dal ikkinchi qitim birma chegirisidan men o'q etib tutgan yerdan boshildim. Yeriqi uchaylan oldirab, "Qandoq bo'ldiras? Biz sizdan keyningizda qarab turdik. Sizga o'q atqanti. Keyin siz yiqilib tushdingiz. Biz sizni shahid bo'ldi deb o'yladik. Keyin biz keynimizga inib asta taqqa chiqib olgan edik" dedi. Men so'zimni dal ikkinchi qitim birma chegirisidan men o'q etib tutgan yerdan boshildim. Ular meni tutgandan keyin ishxonasiga olib birdam urdi. Keyin yinimni axtirib tiqib qo'ygan 5000 ko'y puldan boshqa pullarni tepib ilib oldi. Ondan kimni tepib, bu junguliqkan deb barmoqlarimni bostirib rasmga tortib oldi. Keyin ko'p yerga telefon qilib, "Tang suzilay" deganda ikki harbiy ko'say miltiqlarini tanglab, meni Xitoy chegarasiga ilib mangdi. Bu ko'rinish xuddi yapon bosqinchilarda odam yo'llab mangdigan ko'rinishga o'xshaydi. Ular meni heliq cho'ng tonilgacha shundoq haydab, tonil ig'ziga kelganda, "Ket!" deb chegaradan qo'g'lab chiqardi. Men tonildan o'tib bo'lguncha odam yo'rib kun chiqqan edi. Men tonildan chiqib sizlarni qayerga ketdikin deb tog'da bir kun yo'lni kuzatdim. Ammo kech bo'lganda qo'rsiqim ichishga boshladi.
Bu yerda yeydigan hech narsa bo'lmag'ach, shom namozdan keyin Xitoyga qarab mengib, bomdod namoziga oz qolganda bo'lanmay taqqa chiqib azroq dam oldim. Keyin mengib Xitoy chegarasiga oz qolganda tong yorib kun chiqib ketdi. Endi mangsam balkim Xitoy chegara qo'g'dash soqchilari ishga tushishi mumkin deb qorong'i tushgacha yana tog'da saqlab yotdim. Ochliq bekli qistab ketdi. Ya uyqum kelmaydi, faqat holim qolmadi. Texim chataq yeri bir temimiz suv yo'q yoki yomg'irmi yog'madi. Qorong'i tushdi. Men yana mengib asta Xitoy chegarasidan Xitoyga kirdim. Xitoy chegarasida birma odam yo'q edi. Bu yerdan oldimdagi yizaga balkim yana 5 kilometr yo'l bo'lib, tez mangmasam o'lib qolayli degan edim. Bek ustab ketganligimdan yo'lning ba'zi sal davan yerlarida yumilib ilgirladim. Yizaga balkim 1 kilometr qolganda bir motorli Xitoy orqa tarafimdan keldi. To'stim, 100 koy pulni tanglab meni mehmonxonaga olib qo'yishni aytsam, ma'qul bo'lib meni ilib oldi. Biz birdamda yotoqqa keldik. Men yotoqni 5 kunlik ochqizdim va tayyor cho'pdan 4-5 ni chilab ichib, yotoqda shu uxlagancha 3 kecha 2 kunduz uxlabdiman. Tova, hayotimda bundoq uzun uxlab boqmagan edim. Men uyg'onganda putlarimni midriltolmadim. Topinim ishib ketibdi. Yo'lda yumilgan kasalarim ko'kirib yig'ir bo'lib ketibdi. Men yana bir kun yotgandan keyin telefondan keynimda qolgan 3 qarindishimni izladim. Bular to'rga chiqmabdi. Biz ilgir borgan yotoqqa berib surishtirdim, ammo topolmadim. Bularni izlab yana 2 kun turdim. Hech qanday aloqasi bo'lmadi. Hozir meni chegaradan qaytarg'ili 5 kun bo'lgan edi. Endi qanday qilishim kerak, bilmaydim. Oxiri men Urumchiga qaytishni qaror qilib, ayolimga telefon qilib uyga qaytadiganimni dedim. Men ayolimdan ayrilg'ili balkim 20 kun bo'ldimi, aniq esimda yo'q. Ayolimni tutib olgan edi. Kimning tutib olganini o'qirmanlarga demagan edim. Endi deb beray. Asli ayolimning ota-onasi mening hijrat qilganimni anglab qopti ekan. Shunga qizimizni qo'yib kessin deb dadisi aytganini saqlab turibdi. Shuning bilan ota-onasi men bilan mang'il qo'ymay tutib olgan edi. Nerede tutib oldi bek jazm qila olmadim. Ayolim mening qaytadiganimni anglab bekli xush bo'lib ketdi. Men Urumchiga qaytib kelgandan keyin uyda bir hafta turgan mezgilda keynimda qolgan 3 hamrohimni bek surishtirdim. Ammo faqatli xabar ololmadim. Bu qitimliq anglitishimiz mush yerda oxirlashdi. Keyingi anglitishimizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshirdim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Nahya bihi fi 'izzatin tasmu bihi